Bir so'm pulsiz mana shu videoni ko'rib o'tirganingiz uchun atrofda hali ham pulga sotilayotgan Kaspi firmasiga tegishli 30 litrli 1 yil garantiyali akalar dori sepadigan apparatni sizga tekinga berib yuboramiz. Tekinga mana shu dori apparatni yutib olish shartlari hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'ying. Bizning do'konimizda hozirgi paytda juda ham katta aksiya ketmoqda. Kelib bizning do'konlarimizdan mana shu turdagi 17 ot kuchli gidravlikalik 360 gradusga buriladigan motobloklardan birini sotib olganingiz uchun siz motoblokni narxidan tushib beraman va mana shu turdagi bonuslardan birini ham sizga tekinga berib yuboraman. Tekinga olishni sharti aytib o'tganimda videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariyaga omad deb yozib qoldirib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Do'konimizga kelib motoblok sotib olganingizdan keyin do'kon ichidagi omadli barabandni aylantirib, mana shu turdagi bonuslardan birini 1 so'm pulsiz tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, sizga mana shu turdagi dori sepadigan apparatlarda qanday qilib tekinga yutib olish shartlarini to'liqroq, batafsilroq ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz akalar. Hozirgi paytda ko'pchilik akalarimiz so'ragan benzinlik motobloklar ichida eng katta 17 ot kuchli gidravlikalik 360 gradusga buriladigan 192 motorlar bilan jihozlangan 17 ot kuchli motoblokdan so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga yangi partiyada aytib o'tganimda rollari 360 gradusgacha buriladigan, e'tibor berishlaringiz mumkin. O'ng tomon ruchkani bossa o'ngga, chap tomon ruchkani bossa esa chap tomonga yengil burilish imkoniyati bo'lgan 360 gradusli reduktorlari usulini qildirib tayyorlatib olib kelingan 650 talik korobkali TX motobloklarimizda yangi partiyalari yetib keldi. Motoblogimizni hozir sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. Motoblogimiz Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan TX firmasiga tegishli 192 motorli 17 ot kuchli motoblok. Motoblogimizda yurgizish joylari xohlasangiz zavodnoy orqali, xohlasangiz starter orqali kalitda yurgizib ishlatishlaringiz mumkin. Motobloklari ichida eng katta deyishimizga sabab benzinlik motorlar ichida eng katta motor 192 motor bo'ladi. Mana shu eng katta 192 motorlar bilan jihozlangan motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin. Starterli variantidan bo'ladi va yoqilg'i turi benzinli modeli hisoblanadi. Motoblogimiz 5 litrli benzin baklaridan qo'yib ishlangan, soatiga bu turdagi 17 ot kuchli motobloklar 1 litr, 1 litr 200, 1,5 litrgacha rasxod qilayotgan bir paytda bu motoblogimizga juda ham ekonomishni karburatorlarni yaponskiy karburatorlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Motoblogimiz soatiga xalastoy holatiga 700 grammdan 1 litrgacha nagruzka holatda benzin rasxod qiladi. Motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin. Reduktor qismiga ham juda ham yaxshi ahamiyat berilgan. Reduktorlari usulini qildirib tayyorlatib olib kelingan 650 talik korobkali varianti. Motoblogimiz uchun pastki tomon mos qismlariga ham bitta ahamiyat beringlar. Moslari ham katta moslardan ishlangan bo'ladi va motoblogimizga qo'shimcha qishloq xo'jaligi vomlari uchun rotornik kasilkalar, jatkalar, suv nasos, karcher apparatlarda ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizda hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 450 talik, 550 talik va 650 talik mana shunday reduktorlari usulini variantlaridan bor akalar. Motoblogimizda reduktorlarni usulini deyishimizga sabab ichki tomon shesterni o'qlarini katta shesterni o'qlardan qalin, baquvvat shesterni o'qlardan qo'ydirib olib kelganmiz va bloklarini o'zini ham qalinligini qalinroq qildirib olib kelganmiz akalar. Bu degani sizga 10 yilgacha garantiyasigacha qilib bera olamiz. Xudo xohlasa akalar, korobkasiga
eng moshniy sifatli yog'dan quyadigan bo'lsangiz, sizga anchagacha xizmat qilib bera oladi. Xo'p, motoblogimizda rollari uzun varianti bo'ladi. Oldiga ikkita skorsi bor va orqaga bitta skorsi bilan jihozlangan bo'ladi. Rollarini o'zingizga moslab, ko'tarib, tushirib ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizda e'tibor beringlar, faralarni o'chirib yoqish uchun o'zini kulchatorlari va kalitlari mana shu yerga joylashtirilgan bo'ladi. Xo'p, motoblogimizda aytib o'tganimdek, o'ng tomon ruchkani bossangiz o'ngga, chap tomon ruchkani bossangiz chap tomonga yengil 360 gradusgacha burilish imkoniyati bor. Motoblogimiz uchun qo'shimcha sifatida hozirgi paytda agroservis do'konlarimizda mana shu turdagi chizellarimizdan ham sotib olishlaringiz mumkin. Bu chizellarimiz hozirgi paytda 50, 60, 70, 90 agat oralarini kultivatsiya qilish uchun va agatlarni olish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Buni razmerini bemalol mana shu bittagina bolt yordamida bo'shatib turib, o'zgartirib ishlatishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bizning do'konlarimizda bu motobloglarimiz uchun o'zini komplektlariga frezalari, dokumenti, kulishlari va 1 yildan garantiyalargacha qilib beryapmiz. Bu motoblogimizda hozirgi paytda narx-navolarga qiziqqan akalarimiz uchun hozirgi paytda bizning do'konlarimizda aytib o'tganimdek 450 talik, 550 talik va 650 talik reduktorlardan olib kelib qo'yganmiz. Motoblogimizni eng kichkina 450 talik reduktorli variantlarini narxlari 8 million so'mdan boshlab akalar, eng katta mana shunday usulinli variantlari 8 million 800 ming so'mgacha chiqadi. Kesalaring siz xohlagan modeldan qilib beramiz. Xohlaganlar 450 talik, 550 talik va 650 talik katta reduktorli variantlardan bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, sizlar uchun eng kattasi va eng baquvvati bo'lsin degan akalarimizga 650 talik korobkali 17 ot kuchli motoblogimizni 8 million 800 ming so'm evaziga frezalari, dokumenti, kulishlari va 1 yildan garantiyalarigacha qilib beramiz. Va undan tashqari orqasida turgan chizellarimiz esa hozirgi paytda 800 ming so'mdan boshlab 1 million 600 ming so'mgacha mana shu turdagi chizellardan ham komplekt holatda sotib olishlaringiz mumkin. Videoni boshida aytib o'tganimda, bizning do'konlarimizda boshqa turdagi assortimentdagi motobloglar bor. Kelib bemalol tanlab olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimda 450 talik, 550 talik modellaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Xohlaganlar uchun 7, 9, 13, 15, 17 ot kuchli motobloglarimizni har xil modellaridan bor akalar. Kelib motobloglardan birini xarid qilib olganingizdan keyin bizning do'konlarimizda juda ham katta aksiya ketmoqda. Videoni boshida aytib o'tganimdek, videoga like bosmaganlar like tugmasini bosib qo'ying va kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'ying. Do'konimizga kelib, xohlasangiz mana shu turdagi 650 talik bo'lami, 450 talik bo'lami, 550 talik bo'lami, farqi yo'q. Qaysi birini olishingizdan qat'iy nazar sizga 1 so'm pulsiz mana shu turdagi hali ham pulga sotilayotgan atrofda mana shu dori apparatimizni tekinga berib yuboramiz. Tekinga yutib olish sharti, kelib motoblog sotib olganingizdan keyin do'konimiz ichida joylashtirilgan omadli baramanimiz aylantirib tashqarida ko'rgan dori apparatlaringiz, shurpayor, bolgarka, drill, shunga o'xshagan boshqa turdagi instrumentlardan birini mana shu omadli baramanimiz aylantirib tushgan sovg'alaringiz nimaga tushishidan qat'iy nazar sizga 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboramiz. Kesalaring motoblogning narxidan tushib beraman va undan tashqari sizga mana shu joyda tushgan sovg'alardan birini ham tekinga berib yuboraman. Mana akalar bolgarkaga tushdi. O'zlaringiz ko'rib guvohi bo'ldilaringiz. Agarda sizlar ham kelib baravanni aylantiradigan bo'lsalaringiz, tashqarida ko'rgan dori apparatingiz, mana shu turdagi instrumentlar qaysi biri tushishidan qat'iy nazar 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboramiz. Manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni mana shu turdagi qishloq xo'jaligi texnikalarini eng arzon joyi va optim bazasi hisoblanadi akalar. Shuning uchun videoga hoziroq bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga omad deb yozib qoldirib qo'yishni unutmanglar. Kelganlaringizda sizlarga mana shu turdagi qo'shimcha sovg'alardan birini tekinga berib yuboramiz akalar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosinglar akalar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.